بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. Yangi kitobimiz Ibn Javziy rahimahullohning Saydul Xotir kitoblarini sharhini o'qiymiz inshaalloh. Ibn Javziy rahimahulloh ta'rifdan da mashhur zot. U kishini avval Talbisul Iblis kitoblarini o'qiganmiz. Bizning jamiyatda eng mashhur tarqalgan kitob mana shu Talbisul Iblis Ibn Javziy rahimahullohniki. Saydul Xotir ham u kishini kitoblaridan biri. Aslida u kishi juda ham kitob ko'p yozganlar. 400 ga yaqin mujallad kitob yozganlar deyilgan. Endi buncha kitobni yozish uchun albatta ilmni juda yoshlikdan boshlab, yoshlikdan tarqatishni boshlagan bo'lish kerak. Shuning uchun ham aytilgan, u kishi 17 yoshida ma'ruzaga o'tirgan. Ma'ruzasida odamlar masjidlarda yig'ilib eshitgan 17 yoshida. O'zlari haqida hali inshaalloh bu kishi aytadilar kitob asnosida Saydul Xotirda 20 mingdan oshiq kitob o'qiganman desam ham kam degan. Ya'ni 20 mingdan ko'p kitob o'qiganman degan. Hali men davom etyapman degan yana. 20 ming kitob. Hali biz ya'ni hozir hisoblasak aslida bir 1000 ta kitob ham o'qiganimiz yo'q, 100 ta ham kitob o'qimagan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni shuncha yil o'qisak ham 20 ming kitob o'qiganman degan. Endi yozganini aytyapmiz, mana 400 ta kitob yozgan. 400 ta. Ba'zilari yetib kelgan bizga, ba'zilari yetib kelmagan. Yetib kelgan kitoblardan biri mana shu Saydul Xotir kitobi. Saydul Xotir nima degani o'zi? Xotir degani xotira degan o'zimizda aytgandek. Ya'ni fikr. Soyd bo'lsa ovlash. Bu nima degani ekan? Demak, xotirani ovlash degani kitobning nomi. Bunaqa deb nomlanganligini sababi kitob. Hozir mana boshida muqaddimada aytadilar o'zlari. Xayollarga kelgan fikrni qochib ketmasdan kitobga tushirib qo'yurganlar. Endi albatta u qarang-qasangi fikrlar emas, Qur'on sunnatdan chiqqan ilhomlardir. Ana shundan mana hozir bu salkam 400 ga yaqin mavzu bo'ladi kitobimizda. 391 ta mavzu bor. Bitta kitob shakllangan. Haligi foydalar mavzusida ham aytgandik-ku, inson ana shunaqangi o'zimizda aytgandek ko'z qo'rqoq, qo'l botir deydi. Bitta bir kunda bir narsani bitib qo'yaversa ham bitta kitob shakllanib qoladi, ehtimol bormi. Mana bu yerda ham hozir xuddi shunaqa bo'lgan. U kishi har doim xayollariga kelgan narsalarni bitta yozib qo'yaverganlar, Qur'on sunnatdan ilhomlarni. Oxir mana shunaqangi bitta mag'iz bu. Ibn Javziyning miyasi. Ya'ni shu yuqorida aytganimizdek 20 ming ta kitobdan qayeri o'ziga yoqsa, haligi ilhom kelsa, yozib bitib qo'yavergan. Mana shunday bo'lib bu kitob shakllandi. U kishi 500-yillarda, hijriy 500-yillarda yashab o'tganlar. Va bu kitobimizni so'ngidan, ya'ni Saydul Xotir kitobining davomidan u kishini farzandlariga atagan risolachalari bor, o'shani ham qo'shib keltirilgan bu yerda. Bu Laftatul Kabid ila nasihatil walad degan bir risolacha yozganlar. Ya'ni bolamga, jigarimga nasihat degan ma'noda. Shu o'g'lini juda ham bir o'ziga o'xshagan ilmining davomchisi bo'lishni istagan, lekin aynan shu kitobni atab yozgan bolasi o'ziga eng oq bo'lgan bolasi bo'lgan. U kishini haligi qariganda ko'chaga quvib yorib, hatto kitoblarini olib chiqib sotib, puliga aroq ichib, mana shunaqangi bir ahmoq bola bo'lib katta bo'lgan. Keyin bu kishi 10 ta bolasi bo'lgan aslida. Ikkinchi xotinidan ham bitta o'g'il ko'rgan. O'sha ikkinchi xotinidan qaraganda ko'rgan o'g'li ozmoz ishini davom ettirgan. Bu Allohning sunnati. Inson o'ylagan joydan chiqmaydi-da, o'ylamagan joydan chiqadi. Doim shunaqa deymiz-ku, payg'ambarlar ham odamlar kutgan joydan emas, kutmagan joydan chiqadi. Bu kishi ham o'sha farzandiga shu farzandim bir narsa bo'lsa kerak deb shunga atab bitta nasihat qilib kitobcha yozgan. Buni hali bu Saydul Xotir kitobining davomida oxirida o'qiymiz. Lekin eng badbaxti o'sha bo'lib chiqqan. Hatto kitoblarni olib chiqib sotib, pulini yeb, shunaqangi bir haromxo'r bola bo'lgan. Ikkinchi xotinidan keyin bitta o'g'il ko'rgan. O'sha o'g'li u kishidan keyin ozmoz ishlarini davom ettirgan. Aslida hayotlaridagi eng katta imtihonlari ham o'sha bolasi bo'lgan deyilgan. Qarigan chog'ida u kishini ko'chaga chiqarib olib, boshqa bolalari bo'lmagan, o'lib ketgan hammasi. O'nta bolasidan o'g'illari ham, qizlari ham aksar hayotlarida vafot etgan. Xo'p, u kishining sirati mana shu. Demak, hozir bizning qarshimizda ikkita kitob bor. Biri Saydul Xotir, kitobning asosiysi shu. Bu nima dedik? Buni muayyan mavzusi yo'q.
Kitob mavzusi nima haqida desa, muayyan mavzu yo'q bu yerda. Nimaki u kishiga ilhom kelsa, Qur'on sunnatdan ana shuni yozib ketavergan. Qiziqarli juda ham lekin kitob har xil zuhdga tegishli narsalar ham bor va ilmiy narsalar ham bor buning ichida. Inshaalloh kitob asnosida tanishamiz. Foydalar desak ham bo'ladi qisqasi buni. Hamma kitoblardan, u kishi o'qigan ilmlaridan foydalari. Undan keyin mana shu yuqorida aytilgan bolasiga atagan nasihat risolasi keladi inshaalloh. Qisqacha u kishining tarjimai holi mana shu. Biz birdan mavzuga kirishamiz. Kitob nomini yana takrorlaymiz. Saydul Xotir fi at-tahalli min al-amrad an-nafsiyya va at-tahalli bil adab ash-shar'iyya wal akhlaq al-maradiyya yoki mardiyya. Kitob nomi xotiralarni ovlash, nafsiy kasalliklardan tozalanish va shar'iy odoblar bilan odoblanish va Alloh rozi bo'ladigan xulqlar bilan xulqlanish haqida. Mana 510-hijriy yilda tug'ilganlar, 597-hijriy yilda vafot etganlar. Bismillahirrohmanirrohim va bihil musta'an va alayhi tuklan. قال الشيخ الإمام العالم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد ابن الجوزي رحمه الله. Ibn Jawziy rahimahulloh. Yana bir narsani aytib o'taylik, ko'pchilikda Ibn Qoyyum Jawziy bilan Ibn Jawziyni sharhlashtirib borishadi. Mashhur Ibn Qoyyum, u Ibn Qoyyum Jawziy. Bu bo'lsa nima? Ibnul Jawziy. Ikkalalari boshqa odamlar. Va Ibnul Qoyyum Jawziy bu kishidan keyin kelgan. Bu kishi mana hozir 500-hijriy yillarda bo'lsalar, keyin 700-yillarda kelganda u Ibn Qoyyumlar. Ya'ni Ibn Taym rahimahullohning shogirdlari bu kishidan keyin kelganlar. O'zi ana shu 5, 6, 7-asr ulamolarning eng qaynagan asri. Eng ko'p olim chiqqan asr ana o'sha zamonlar. Hijriy 5, 6, 7-asrlar ya'ni. Endi hozir Ibn Qoyyim rahimahullohning aniq tug'ilgan sanalari esimga kelmadi, nima bo'lganda ham qisqasi bu kishidan keyin bo'lganlar ya'ni. Alhamdulillahi hamdan yablughu rido va sallallohu ala ashrafi man ijtabah va ala man sahabahu va walah va sallama tasliman la yudraku muntaha. Deb ammo ba'd deb aytadilar. Xotiralar sen bir narsalarni ko'zdan kechirayotganingda senga hujum qiladi. Ya'ni masalan kitob o'qishingizda, Qur'on o'qishingizda ilhom kelib qoladi demoqchi. So'ngra sen undan yuz o'girgandan keyin u ham ketib qoladi xayolingdan, deyapti. Shuning uchun ham bu ishlarni eng yaxshisi xotiraga kelgan narsalarni yozib qo'yish. Xayolga kelganda yozib qo'y, deyapti. Toki unutmaysan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ilmni kitobat bilan boylanglar. Ya'ni ilmni yozib ushlab qolinglar deganlar. Aks holda xayolda turmaydi-da, qochib ketadi xayoldan. Uni kitobat bilan bog'lab qo'yinglar deganlar. Yozib qo'yinglar ya'ni. Bu hadis Imom Dorimiy va boshqalar rivoyat qilgan. Ya'ni ma'nosi to'g'ri, ba'zilar Anas so'zi degan, ba'zilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari degan to'g'ri ma'no. Va qancha menga bir xayolimga narsalar kelardi, deyapti. Keyin uni yozib qo'yishdan mashg'ul bo'lib qolardim-da, ketib qolardi xayolimdan. Shunga afsus chekib qolardim. Shuning uchun ham o'z nafsimdan ko'rdimki, har qachon menga tafakkur ko'zimni ochsam bir narsaga qarab fikr qilsam demoqchi. Va o'shani ajoyibotlari, g'ayb ajoyibotlari menga ko'rinsa, hattoki haligi hisobda bo'lmagan narsalar ko'rinadi odamga. Ya'ni o'ylamagan xayolimga kelsa, ana shunda fahm tepaligidan bu ma'nolar oqib keladi. Uni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas darajadagi ma'nolar. Ya'ni sodda qilib aytganda aytmoqchilarki, gohida tadabburga o'tirsam, ta'rifga til ojiz bir fikrlar, ilhomlar oqib keladi demoqchi. Uni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham mana shu kitobni o'sha xotiralarni ovlash uchun qayd qildim, deyaptilar. Ya'ni xayolga kelib qolgan Qur'on sunnatdan ilhomlarni ovlab, ya'ni ularni ushlab, mana shu kitobga bo'ylab qo'yaman, deyaptilar. Shuning uchun ham aytamiz, u har qanday ilmi talibda aslida o'zini shu o'lguncha yonida yuradigan bitta daftar bo'lishi kerak. Hamma hayotidagi eng o'ziga foydali deb bilgan narsalarni yozib yurishligi kerak o'shanga. Ana shu Saydul Xotir deyiladi. Vallohu valiyun naf'i annahu qaribun mujib, deyaptilar. Aks holda mana yuzlagan kitoblarni o'qib ketaveramiz. Bir yildan keyin shu kitobdan bitta narsani aytib bersa, odam aytib bera olmaydi. Bu nima qoldi unda? Shuning uchun yozib qo'ygan bo'lsa odam, falon kitobni falon sahifasidan oldim bo'ladi. Shu bilan zehnida qaydlanib qoladi inshaalloh.
Birinchi fasl. Mana shunaqa fasllardan 391 ta bor bunda. 300 tadan oshiq, 400 taga yaqin fasl bor. Mau'izalar va eshituvchilar haqida. Ya'ni mau'izani eshituvchilarga ta'siri qanaqa? Nima uchun gohida odam ta'sirlanadi, gohida ta'sirlanmaydi shu haqida. Gohida mau'izalarni eshitgan paytida eshituvchiga uyg'oqlik hosil bo'ladi. Ya'ni qalbi uyg'onib ketadi demoqchi. Bo'ldi deb tavba tazarrur qilib, shunday ilhomlanib ketadi. Qachonki o'sha zikr majlisidan uzoqlashgach, darrov qalbi qatib yana g'aflatga kelib qoladi. Hammada bor-ku bu holat mana. Endi ana shunda men sababni tadabbur qildim deydilar. Nimaga bunaqa bo'ladi? Bildimki, sababni so'ngra odamlarga qaradimda, bunda ham odamlar har xil bo'lishligini topdim deydilar. Bu sabab nima ekan? Hozir buni aytadilar men. Umumiy holat odamlarda shuki, qalb bu uyg'oqlik holatida hech qachon haligi mau'izani eshitgandan keyin va mau'izani eshitish paytida bir xil bo'lmaydi. Ya'ni hech qanaqangi qalb odamzodda mau'izani eshitish vaqti bilan eshitgandan keyin bir xil bo'lmaydi. Hech qanaqangi qalb deyaptilar. Hammada bu shunaqa narsa. Hatto sahobalarda ham. Haligi nafaqa Hanzala deb kelgan, u Hanzala ham. Hanzala munofiq qoldi, oldimizda o'tirsak jannat bilan do'zax ko'rgan deb bo'lamiz, ketsak boshqa qilamiz. Hozir shuni aytibdilar. Ommatan odamzoddagi bor holat qalb hech qachon uyg'oq holatda bo'lmaydi har doim. Mau'iza eshitgandek va undan keyin ham bir xil holatda turmaydi. Buni ikki sababi bor deyaptilar. Birinchisi, mau'izalar qamchiga o'xshaydi. Ma'lumki, qamchi tugagandan keyin ozor bermaydi-ku deyapti. Yani urayotganda ozor beradi, to'g'rimi? Ma'ruzalar ham qalbni qamchilari bu. Urayotgandagina qalbga ozor berib turadi. Va lekin agar to'g'ri mana qamchi kuchli bo'lsa, gohida urib bo'lgandan keyin ham ozmoz alam kelib turadi-yu. Ma'ruza kuchli bo'lsa ham xuddi shunday. Gohida tugagandan keyin ham ozmoz alam kelib turadi. Lekin baribir bir kun tuzaladimi? Xuddi shunday qalb ham baribir bir kuni yana eski holatiga qaytib qoladi demoqchi. Ya'ni ma'ruzadan keyin. Birinchi sabab shu ekan. Ma'ruza demak qamchi. Ikkinchi sabab ma'ruzalarni eshitish holati inson unda illati ketgan bo'ladi. Ya'ni ma'ruzalarni eshitayotganda shaytonlar qochgan bo'ladi demoqchi. Nafs havo chetda turgan bo'ladi. Ya'ni hamma fikrlar o'sha Alloh sari jalb bo'lib turadi-da. Ana shu muzahil illa degani, ya'ni illati ketgan bo'ladi ma'ruza eshitayotgan odamning. Bu butun jismi bilan, fikri bilan dunyo sahlaridan uzilgan bo'ladi. Oxiratga bo'ylanib qolgan bo'ladi-da ma'ruza eshitayotganda. Va qalbi hozir bo'lib quloq solayotgan bo'ladi. Endi qachonki u ma'ruzadan keyin chiqib o'zini ishiga qaytsa, dunyo tashvishlariga, yana dunyo ofatlari uni tortib ketadi. Endi qanday qilib bu odam avvalgidek bo'lsin deyapti. Endi tabiiy bo'la olmaydi shunchadan avvalgidek, ya'ni ma'ruza eshitgan vaqtidagidek. Mana shu holat hamma odamga umumiy. Bundan hech kim haligi men nimaga bunaqa qilman deb o'ylamaslik kerak-da. Siz emas, odamzod shunaqa. Hamma shunaqa ya'ni. Lekin farq nimada? Uyg'oq zotlar, ya'ni qalbi uyg'oq zotlar shu ma'ruzani asari qolishda tafovutli bo'ladi. Hamma o'zgaradi, lekin uzoqroq davom etadi. Kimdir bir kunda yo'q, kimdir 10 kun davom etadi. Har xil bo'ladi. Ba'zilar borki, bo'ldi, qaytmayman deb azm bilan chiqadi, deyapti. Ma'ruzadan. Va orqaga qaramay davom etadi, faqat keyin oldinga qarab. Agar ularni tabiat markabi to'xtatib qolsa ham, ya'ni tabiat markabi degani o'zi insoniylikdan gohida to'xtab qolsa ham haligi amaldan demoqchi. Qichqirib yuboradi. Xuddiki Hanzala o'z nafsi haqida Hanzala munofiq bo'ldi deb qichqirib yuborgandek. Ya'ni u chidamaydi demoqchi-da, to'xtashga ham. Insoniyligi to'xtatadi baribir. Mana Hanzala roziyallohu anhu ham o'sha insoniyligi bir muddat zaiflashtirgan. Lekin o'zini o'shanda munofiq bo'ldim deb o'ylab qichqirib yuborgan deyapti. Mana shu eng oliy holat. Ya'ni insoniylik insonni amaldan to'xtatsa ham pushaymon qilib turish. Eng oliy holat sahobalarning holati ana shu bo'ladi. Ba'zilar borki, tabiati ularni g'aflatga ahyonan moyil qilib turadi. Va tabiati ularni o'tgan ma'ruzalarga amal qilishga ham ahyonan chaqirib turadi. Ya'ni bir unga bir chapga qadam tashlab turadi-da, bir yaxshi qiladi, bir yomon amal qilib qo'yadi. Bu odamlar bug'doyga o'xshaydi, xuddiki shamollar uni bir yoqqa bir bu yoqqa qiyshaytirayotgan. Bunda haligi hadisga ishora qilyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Masalul mu'min kamasali sumbula."
Tamilu ahyanan va taqumu ahyanan. Mo'minning misoli bug'doy boshog'idek, bir u yoqqa yiqiladi, bir bu yoqqa yiqiladi. Demak, shunday bo'lsa ham xafa bo'lishga bu ham arzimaydi, bu ham yaxshi. Ya'ni bir yiqiladi odam ibodat qilib, bir turadi, yana bir yiqiladi, gunoh qilib qo'yadi, yana turadi. Bu o'zi mo'minlik ommatan, ya'ni. Endi eng yomoni shuki, shunday bir odamlar borki, ma'ruza ularga eshitayotgan miqdoridagina ta'sir qiladi. Haligi voy yomon bo'ldi deydi, yig'lab keyin sigaret chakib ketaveradi tashqariga chiqib masalan. Ko'rganmizda. Yomon bo'ldi ma'ruza deydi-da, chiqib yana o'sha ishini davom ettirib ketaveradi. Aytayaptiki, eshitib tursagina ta'sir qiladi bu odamlar bor deyapti. Xuddiki ularga nisbatan ma'ruza silliq toshning ustida suv quygandek bo'ladi. Turmaydi-ku ya'ni. Shu bir qimirlab tushib ketadi, bo'ldi, hech narsa yuqtirmaydi. Endi mana bu ham mo'min, lekin mo'minlarning eng past darajadagisi. Undan ham battar shuki, haligi ma'ruza eshitganda ham ta'sirlanmaslik. Haligi Alloh Qur'onda aytgandek, qalblari toshdek bo'lib ketdi degan. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, tosham suv chiqaradi gohida degan. Bular qalbi toshdek bo'lib ketdi degan. Demak, mana mo'minlar ana shu 3 holat bo'ladi. U 4-siga o'tsa o'zi bo'ldi, odamda bir nifoq bo'ladi unda. Ya'ni eshitayotganda ham bir ta'sirlanmay bezarib o'tiraversa, bu odamda iymon yo'qolgan bo'ladi o'zi. Demak, birinchi ovlangan xotiralari ana shu. Bu nima bo'ldi? Ma'ruza va uni eshitishda insonlar har xil bo'lishi. Va undan keyin uni ta'sir darajasida insonlar har xil bo'lishligi. Hamma inson demak ma'ruzadan keyin yumshar ekan. Va uni yumshashi faqat har xil bo'lar ekan. Kimdir 1 kunga cho'ziladi, kimdir 10 kunga cho'ziladi, kimdir chig'iboq yana eski holatiga qaytib qalbi qotib qoladi. Bu iymondan, ya'ni iymon qay darajada kuchli yoki zaifligidan. Ikkinchi xotira, tabiatni tortuvchi narsalar ko'p. Ya'ni inson tabiatini dunyoga tortuvchi narsalar. Aytayaptiki, inson tabiatini dunyoga tortuvchi narsalar juda ham ko'p. So'ngra bu narsalar ichidan chiqadi. Ya'ni nafsni ichidan kelib chiqadi tuyg'u, dunyoga qiziqishlar. Oxiratda zikri bo'lsa, u tabiatdan tashqaridan keladi. Ya'ni o'zi u ham tabiatdan tashqari deyapti, u ham tashqaridan keladi. Ikkita narsa bor hozir bu aytayaptilar. Inson nima uchun dunyoga qiziqadi, nima uchun oxiratga inson iymon keltirsa ham dunyoga qiziqqanchalik qiziqa olmaydi. Ana shuni tushuntiryaptilar. Buni sababi. Dunyoga inson qiziqishining sababi birinchidan o'sha dunyoga qiziqishlar uni ichidan chiqadi. Ikkinchidan u o'sha o'zi yashayotgan dunyoning ichida odam. Oxiratga nimaga biz dunyochalik qiziqa olmaymiz? Chunki birinchidan nafsimiz hali ko'rmagan uni, nafsdan tashqaridagi narsa. Ikkinchidan o'zi tashqari olamdan ham. Ana shu ikki sababdan oxiratga tortilish insonda zaifliroq bo'ladi, ya'ni. Ba'zida aytayaptiki, mana odamlar o'ylaydiki, ilmsizlar, oxiratga tortilish kuchliroq deb o'ylaydi odam tabiatida. Bunday emas, deyapti. Chunki ular bunday deb o'ylaganiga sababi gohida Qur'onda tahdidlarni eshitsa, shunaqa bo'lib ketadi-ku odam qo'rqadi. O'shanda haligi oxiratdan kuchliroq qo'rqaman men deb o'ylaydi-da. Aslida esa unday emas, deyapti. Tabiatning misoli dunyoga moyil bo'lishlikda oqar suv misolidek. Chunki oqar suv doim pastga qarab tushishni istaydi, to'g'rimi? Inson tabiati ham xuddi shunday deyapti. Faqat dunyoga qarab tushishni istaydi. Uni tepaga ko'tarish takallufga muhtoj. Suvni masalan osmonga qarab oqizish uchun napor kerak-ku pastdan. Xuddi shunday demoqchi. Seni himmatingni ham dunyoga emas, oxiratga oqizadigan iymon kerak. Aks holda o'zi suv doim pastga oqadi. Buni inson o'zichalik men shunaqamanda demasligi kerak-da, u suv doim pastga oqadi. Inson himmati ham xuddi shunday, doim dunyoga qiziqish. Shuning uchun ham shariatga yordam beruvchi narsa shuki, targ'ib va tarhib bilan, ya'ni jannat masalan zikr qiladi shariat va jahannamdan ogohlantiradi-da, aql lashkarini quvvatlaydi. Keyin aql o'sha tabiat tepaga qarab boshqaradi-da. Ammo inson o'zini tabiatiga qo'yib bersang, uni dunyoga tortuvchi narsa ko'p, deyapti. Shuning uchun ham inson mag'lub bo'lib qolishi dunyoga ajablanarlik emas. Ajablanarlik narsa vaysal ajabu an yaghlib. Inson aytayaptiki, g'olib bo'lishi ajablanarlik emas. Ajablanarlik narsa mag'lub bo'lishi. Ya'ni u yuqoridagi tabiat mag'lub bo'lishi. Shunday desak to'g'ri bo'ladi.
insonni nafsi, havosi u g'olib kelishi ajablanarli emas deyapti. Chunki asl o'sha u. Nima? Asl nafs g'olib kelishligi. Ajablanarli narsa shuki, u mag'lub bo'lib qolishi deyapti. Ya'ni chunki sen xuddiki pastga qarab oqayotgan suv tepaga qarab oqigandek bo'lasan shunda. Bu foydadan maqsad qisqasi hech kim shu men nafsimni yenga olmayapman-da, nafsim nimagadir faqat dunyoga tortaveradi deyishiga hujjat yo'q. Chunki aytayaptiki, oqar suv pastga oqqandek nafs o'zi shundoq dunyoga tortadi. Chunki oxiratni ko'rmagan. Sen nima qilishing kerak desa, shariat seni aqlingni quvvatlashi kerak, o'sha nafsingni tepaga qarab oqizishga deyapti. Shuning uchun shariatda tafakkur, tadabbur qilib, nafsni tepaga qarab boshqariladi. Uchinchisi, man ayana al-umura bi'ayni basiratihi. Kim agar ishlarni aql ko'zi bilan qarasa, bu ishlar uning bidoyasidan uni yaxshiligiga erishadi. Buni foydasi, ya'ni maqsadi shu. Ya'ni aql ko'zi bilan ishga qaragan odam ishlarni boshidan oxirigacha yaxshiligiga erishadi demoqchi. Mana aytayaptilarki, kim ishlarga agar aql ko'zi bilan nazar solsa, ishlar boshlanishidayoq bu uni yaxshiligiga erishadi va yomonligidan najot topadi. Kim agar ishlarni oqibatiga qaramasa, unga hissiyot g'olib kelib ish qilsa, u ishi unga alam olib keladi. U salomatlik talab qilgan joyidan. U mashaqqat olib keladi, rohatni umid qilgan joyidan. Bunga bitta misolda masalan zinoda tushunsak bo'ladi. Bunday qaraganda ko'z bilan lazzat, to'g'rimi? Lekin basirat ko'zi bilan qarasa, ya'ni aql ko'zi bilan, shu lazzatni istagan joydan balo keladimi ertaga? Homilador bo'lib qoladi, dunyoda ham, da oxiratga ishonmasa ham. Va uni keyin sharmanda bo'ladi, butun umri xarob bo'ladi. Ana shuni aytayapti. Kim ishlarga aql ko'zi bilan qarasa, boshdanoq ishni yaxshisiga erishadi. Va o'sha ishni yomonligidan qutuladi. Kim agar o'sha oqibatga qaramay ish qilsa, unga hissiyot g'olib kelib, u ishi unga alamni olib keladi. U salomatlikni istagan joyida va mashaqqatni olib keladi, rohatni istagan joyida. Endi shu narsani butkul insonni hayotiga tahlil qilsak ham bo'ladi. Qanday qilib desak, inson hayotda ham xuddi shunday. Shu dunyoviy lazzatlarini hammasini oxiriga qaramay ishlataversa, yesa, ichsa, xayoliga kelgan ishni qilsa, oxirida o'sha rohat kutgan joydan balo keladimi? Oxirat kuyadi. Ana shuning uchun aytayapmizki, dunyoni ham o'zi shunaqa tahlil qilsak bo'ladi. Mana buning kelajakdagi bayonini ko'rmoqchi bo'lsang, o'tmishdagi zikrini esla. Ya'ni har qachon demoqchiki, bitta ishni qilayotganda shu ishni kelajakda boshingga balo kelishligini ortidan, ya'ni sezmoqchi bo'lsang, xuddi shunaqangi ishlarni qilganingdan keyin o'tmishda senga balo kelganini esla demoqchi. Ana shunda bu ishingni qilsang ham hozir ertaga balo kelishligini tushunasan. Chunki sen hech qachon umringda Allohga osiy bo'lishdan xoli emassan. Ya'ni albatta osiy bo'lganmiz hammamiz va osiy bo'lish jazosini tatib ham ko'rganmiz. Ana shu uchun aytayaptiki, yana bir marta osiy bo'lmoqchi bo'lsang, o'shani esla demoqchi. O'tmishda nima qildim? Osiy bo'ldim, keyin jazoni totdim. Endi-chi deb ana shuni eslagin. Sen umringda Allohga osiy bo'lish va unga itoat qilishdan hech xoli emassan. Endi o'ylab ko'r o'zing. O'sha ma'siyatingning lazzati qayerda qoldi-yu, toatni mashaqqati qayerda qoldi? Ikkalasi ham ketdi. Lekin toat foydaga qoldimi? Ma'siyat lazzati ketdi, hech narsa qolmadi, balosi qoldi. Toat bo'lsa, qiynalgan bo'lsa ham nimasi qoldi uni? Foydasi qoldi. Ana shu uchun endi insonga tafakkur ochiladiki, toatni mashaqqatidan qo'rqma, o'tib ketadi. Qiynalsang ham qil. Va ma'siyat lazzatiga aldanma. Chunki u ham o'tib ketadi, lekin sendan oxirida balosi qoladi, ya'ni. Hayhat, mana bu ikkalasi teng bo'lmaydi hech qachon, hayhot deyapman. Ularda har biri o'zidagi narsa bilan ketdi. Ya'ni ma'siyat ham ketdi va toat ham o'tib ketdi. Lekin qaniydi gunohlar o'tib ketgach o'tib ketsa, deyapti. Masalan, toatni, mashaqqatni o'tib ketdi, ajr qoldi. Lekin gunohlar ham shunday ajr bermasa ham o'tib ketsa, qaniydi o'tib ketmadi-da, u qoldi u. Nomoy amalda. Ana shu uchun ham aytayaptiki, qaniydi bu gunoh o'tib ketsa, lekin o'tib ketmadi. Men senga buni yanada ziyodaroq bayon qilaman, deyapti. O'lim soatlarini sen misol qil. Va o'sha o'layotgan odamni achchiq hasrat chekishiga qara, e'tiborsizligiga. Ya'ni aytayapti, sen hozir senga bir soniyadan keyin o'lasan desa, qanaqangi odam pitirlab qoladi.
Ya'ni shuncha narsasi bor, nima qilaman endi deb. Ana shuni esla. Men aytmayman senga sen bu lazzatlar halovatiga g'olib bo'l deb yoki qanday g'olib bo'lasan demayman. Chunki lazzatlar halovati achchiq hanzalaga aylanib ketadi u vaqtda. Ya'ni o'lim paytida mana hamma lazzat achchiq hanzala, haligi achchiq o'tda u meva. O'shanaqangi achchiq narsaga aylanib qoladi lazzatlar. Uni o'sha afsus chekkaningni alami qoladi, uni tengi narsa bo'lmaydi unga. Ya'ni alamni yengadigan narsa bo'lmaydi. Sen shunda ham bilmadingmi ishlar oqibati bilan ekanligini? Ya'ni sodiqlar aytganda aytmoqchilarki, masalan, qanchalik lazzat bilan, maishat bilan yashasak, o'tib ketgandan keyin alami shuncha og'ir bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ana shuni aytayapti. Sen shuning uchun ham ishlar oqibati bilan ekanligini bilmaysanmi hali ham? Qancha maishat qilmagin dunyoda, oxiri u shunchalik alamga aylanadi. Sen shuning uchun ham oqibatni o'ylab ish qil, salomat qolasan. Va hissiyot, havoy nafs bilan moyil bo'lma, nadomat qilasan, deyaptilar. 4-mavzu dunyo oqibatida tafakkur qilish. Kim agar dunyoni oqibatiga tafakkur qilsa, ehtiyotini oladi. Va kim yo'l uzoqligini ishonsa, ya'ni hali oldimizda oxirat safari bor. O'sha safarga tayyorlanadi. Bir joyga safarga ketishdan avval odam qanaqa qilib oyoq kuygan tog'da yugurib hamma narsani qolib ketmamikan deb yuguradi-yu. Kim oxirat safarini ham ishonsa, tayyorlanish kerak. Ana shunaqa amallariga qarab. Seni ishing qanday ajoyib qiziqsan deyapti. Ey odam, ishongan narsangni keyin unutasan. Ya'ni sen hamma musulmonman degan odamdan so'rasak, oxiratga ertaga safarga chiqamiz, rostmi desangiz, ha deydi. Ishonadi. Lekin nima? Tayyorlanishni unutadi deyapti. Qiziq yana insonni bu holati. Va hozirgi zararni aniq bilasan-da, keyin shuni qilasan. Ya'ni gohida gunohni qilsang, hozir zarar bo'lishini bilasan-da demoqchi. Yana qilasan. Va odamlardan qo'rqasan, holbuki Alloh qo'rqishingga haqliroq. Ya'ni odamlar qarab turgan bo'lsa qilmaysan deyapti o'sha ishni. Lekin Alloh qarab turganini unutasan-da qilasan. Aslida qo'rqishingga Alloh haqliroq. Sen gumon qilgan narsangga gohida nafsing g'olib kelib qo'yadi. Lekin ishongan narsangga nafsing g'olib kelmaydi deyapti. Endi nima demoqchi? Masalan, bir haromni qilsa inson, shuni ortidan lazzatga erishmasligi hal dargumon bo'lib turadi, to'g'rimi? Lekin qiladi shuni baribir. Lekin so'rasangiz, oxiratga, jannatga ishonch komil iymoni bor. Lekin qilmaydi uni. Qanaqa iymon deyapti-da endi bu? Gumon qilib turgan lazzatni qilasan-da, iymon keltirib turgan lazzatga amal qilmaysan deyapti. Ya'ni oxiratga. Eng ajoyibotlarda ajoyibi sen g'ururingdan xursandliging. Ya'ni u mag'rurligidan xursand. Bu mag'rurlik xursand bo'ladigan narsa emas aslida. Va lag'uda o'yin kulgi qilib yurganliging va senga o'sha berkitilingan narsalardan g'aflatdaliging deyapti. Sog'ligingga mag'rursan. Kasallik yaqinligini unutasan. Ofiyatingdan xursandsan, alam yaqinligidan g'ofilsan. Mana inson, hamma odam o'tmishida qarasa, shu kechagina yaxshi bo'lib yurib, keyin bugun bir baloga uchrab qolganligini topadi, to'g'rimi? Hammaning odamida shunaqa o'tmish o'tgan. Endi o'sha paytda inson kechagina shu lazzat qilib yurgan paytda bugun shunday qiynalib baloda yotishligini o'ylasa, o'sha kechagi lazzati ta'tirmidi unga? Xuddi shunday bugunni ham endi lazzatini shunaqa o'ylab qilish kerak-da. Ertaga ham ehtimol shunaqangi bitta baloning ichida yotishi mumkin odam. Ana shuning uchun doim qo'rquvda, Alloh taolodan qo'rquvda va ofiyat so'rab umidda davom etishligi kerak deyapti. Senga boshqaning o'limi seni o'limingni ham ko'rsatdi. Ya'ni hamma o'lyapti mana. Va boshqaning yotar joyi o'lishidan avval sen ham yotar joyingni ko'rsatdi. Ya'ni odamlar o'lyapti, qabrga ketyapti. Sen ham xuddi shunday o'lib qabrga ketishingga ishora bo'lyapti. Lekin sen shu lazzatlaringga erishishing seni zoting ham xarob bo'lishini eslashingdan seni mashg'ul qilib qo'yapti. Ya'ni lazzatlarga berilib, o'zing ham o'lishingdan mashg'ul bo'lib qolyapsan. Go'yo sen o'tmishdagilarning xabarini eshitmagan deysan. Va qolganlarda ham bu umr nima qilayotganligini ko'rmagan deysan. Agar sen bilmasang,
mana qara ularni diyorlariga, shamol ularni diyorlarini qanday o'chirib tashlayapti va undan keyin qabr ularni qanday mana nom nishonsiz yo'q qilyapti. Mana shularga qarab ibrat ol deb bayt aytibdilar. Qancha bir manzil egalarini ko'rdik. Lahadiga tushganda lahadiga tushmasdan o'zi tushib bo'ldi. Bu nima degani? Ya'ni qancha uy qurgan odamlar borki, hali lahadga tushmasdan turib, o'zi dunyoda obro'si to'kilib, o'sha uylardan mahrum bo'ldi demoqchi. Hali go'rga kirmasdan turib. Va qancha qasr egalarini ko'rdikki, u chetlangach dushmani unga vali bo'ldi. Yana hozir prezidentlarni qarasak, xuddi shu narsani Alloh bir marta emas, ikki marta emas, o'nlab prezidentlarda ko'rsatyapti. Bugun qasrda o'tirgan odam, kecha qasrda o'tirgan odam bugun qamoqda yotibdi. Kecha haligi uni qasrini bugun dushmani kelib egallab, uni egallab olgan qasrini, minib yurgan mashinalarini ham minib yuribdi, samolyotigacha minib yuribdi. Hali go'rga kirmasdan bo'lyapti-da bu. Endi go'rda hali nimalar kutyapti uni. Ana shuning uchun ham har qancha o'tayotgan lahza ya man kullu lahzatin ila hada yasri. Ey odam deyapti, har bir lahzang ana shunga qarab olib ketyapti seni. Va har bir fe'ling seni tushunmayotgan odamning fe'li yoki bilmayotgan odamning fe'lidek o'tyapti. Ya'ni aytmoqchiki, ibratsiz amal qilyapsan demoqchi yani. 5-mavzu fitnaga yaqinlashish. Kim fitnaga yaqinlashsa, salomatlik undan uzoqlashadi. Kim sabrni iddao qilsa, nafsiga suyab qo'yiladi. Nima degani bu? Fitnaga yaqinlashsa salomatlik uzoqlashadi. Fitna, to'xtanglar bir borib ko'raychi deydigan narsa emas bu. Rasululloh hadisda aytganlar, "Man tasharrafa laha tastashrifu." Kim unga bunday bo'yin cho'zsa, u unga bo'yin cho'zadi deganlar. Bu fitnadan maqsad faqat haligi musulmonlar o'rtasidagi fitna emas, jang, shunaqa narsa emas. Iymon xatar bo'lgan joyga ham odam bir tavakkal qilaychi deb boshini tiqib ko'rmasligi kerak. Masalan, kofirning qo'liga tushib qolish xatari bor. Ana shunaqa paytda aytayaptiki, bu fitnami? Iymoningizni u yerda fitnaga qo'ymang, kofirning qo'liga tushib. Bugungi kunda shuncha aytamiz, u qachon uyiga kelib bosib ketishini kutib yotish odam kofirlarning ichida bilyapti, sezyapti, narigi qo'shnini olib ketdi, bu qo'shnini olib ketdi. Bu mana shuda fitnaga yaqinlashib kelyapsiz, sizni ham fitnaga soladi kofir olib ketib. Salomatlikdan uzoqlashasiz shunda. Ya'ni salomat qolay desangiz, ertaroq taraddud ko'ring, kofirlarning qo'liga tushib fitnalanmaslik uchun. Kim o'zi sabrni iddao qilsa shunda deyapti, men sabr qilaman, balo kelsa ham desa, nafsiga suyab qo'yiladi. Qani sabr qilchi deb. Qila olmaydi odam sabr. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana eng sabr zot ketib bordilar-ku. Ushlasa ham sabr qilaman deb o'tirmadilar kofirlar ya'ni. Ehtimol bir nazar senga boshqa nazar qoldirmaydi deyapti. Ya'ni muhlat bermaydi. Endi buni shahvat fitnasiga misol qilyapti. Ya'ni aytmoqchiki, bitta qaray desang masalan haromga deyapti. Fitnaga o'zingni yaqinlashtirding-ku, to'g'rimi? Endi senga u muhlat bermaydi. Yana bitta qaray deb, yana bitta qaray, yana bitta qaray, keyin ushlay deydi, keyin qilay deydi. Qarabsanki, keyin senga muhlat bermaydi deyapti. Ya'ni qaytishingga bitta nazar ana shundan ketasan goh demoqchi. Fitnaga yaqinlashish deganini o'sha mana shahvoniy narsalarga misol qilyaptilar. Demak, narsalarni o'sha bog'lash, uni haligi kuch ishlatib mahkam tutishga eng haqligi til va ko'z. Ana shuni fitnaga yaqinlashtirma demoqchi. Tiling bilan ko'zing eng qattiq boylaydigan narsang bo'lsin. Bitta gapni tildan chiqaradi odam gohida, shu bilan keyin o'zini tuta olmay qoladi-da. Fitnaga kirib ketaveradi, gapirib sho'ngib ketadi. Va ko'z ham xuddi shunday. Bitta qaraydi, qaraveradi, shu bilan keyin oxiri bundan qutula olmay qoladi. Sen ogoh bo'l, havoy nafsni tark qilishingga azmi qaroring bilan aldanib qolishdan. Ya'ni yo men nafsimni udda qila olaman men deb o'zingcha aldanma. Hozir anagi nima zamonaviy musulmonlar mana shu narsaga aldanadi. Masalan, fikring buzuqda o'zi seni deydi. Bitta ayolga bunday qarab turib, ayolni yop, inson shahvatini qo'zg'atadi desa, to'g'ri nazar bilan qarasa ham bo'ladi-ku deydi. Ana shuni aytayapti-da, sen hech qachon men havoy nafsimni egallaganman deb mag'rur bo'lma. Hech kim men havoy nafsini egallay olmaydi. Hamma nafs tortib ketadi ya'ni. Fitnaga yaqinlashtirma o'zingni unaqa qil deyapti. Ya'ni men unaqangi emasman deb o'zingcha fitnaga yaqinlashma. Chunki havo makkor. Ya'ni har xil bahonalar bilan olib keladi-da o'zicha.
Qancha jangda safda shijoatlilar borki, shunday pistirmadan o'ldirib ketiladi, to'g'rimi? Ya'ni havoyi nafs ham xuddi shunday demoqchi-da, o'zingcha iymoniga qancha g'ururlanasan, boshqa bir nozik tomoningdan shayton kelib seni aldab qo'yadi. U hattoki nazar solishga or qilgan odamlardan unga o'lim keladi. Va mana sen o'sha Hamza bilan Vahshiyni shunga misolini esla, deyapti. Yani Hamza qanaqangi shijoatli odam edilar. Hech qachon o'ylamaganlarki, bir chekkada pisinib yotgan bitta qul meni o'ldiradi deb o'ylamaganlar. Ana shu uchun ham aytmoqchiki, havoyi nafs bilan ham seni siyosating ana shunaqa bo'lsin. O'zingcha yo men bilaman, o'zimni bilaman, o'zimni men eplayman dema. Chunki mana qanday shijoatli jangchi nazariga ilmagan odamidan yaralanib qolganidek, sen ham nazaringga ilmagan bir hiladan, makkorlikdan aldanib qolasan, deyapti. 6-mavzu uqubatlarning eng kattasi. Uqubatlarning eng kattasi o'sha balo kiygan odam balolanayotganligini his qilmasligi. Buni biz o'sha foydalarda ham yozgandik. Ya'ni masalan haligi birdaniga mevali daraxtga aylanib oladi. Men mevali daraxtman, o'zi shuning uchun tosh otishyapti yoki haligi o'zi shunaqa bo'ladi, ko'ra olmaydi seni, hasad qilyapti. Sen balolanyapsan axir. Ana shuni tushunish kerak odam deb. Eng katta balo inson balolanayotganligini tushunmaslik. Bundan ham qattig'i deyapti. Uqubatdan keyin xursand bo'lib yurish deyapti yuqoridagidek. Ya'ni haligi birdan endi imtihon deb oladi. Ya'ni go'yoki u Allohga yaqin, shuning uchun mana payg'ambarlarga ham imtihon kelgan, menga ham imtihon kelyapti. Xuddiki endi xursand u shu uqubatdan. Mana masalan deyapti, ba'zilar harom moldan xursand bo'lib yuradi, Alloh menga bir berdi deb. Bugungi kundagi artistlar masalan, aktyorlar, ana shuda misol uni. Alloh berdi bizga deb xursand bo'lib yuradi. Yoki gunohga imkon topgandan xursand ba'zilar deyapti. Ya'ni bopladim debdi o'zicha. Holbuki balo. Va bunaqa bo'lgan odamlar endi hech qachon toatga erisha olmaydi. Chunki u hali ma'siyatni ne'mat deb yuribdi-da. Hech qachon toatga bu odamlar erisha olmaydi deyapti. Men ko'p ulamo va zohidlarning ahvolini tadabbur qildim deydilar. Ularni ko'rdimki, uqubatda yuribdi, lekin his qilmaydi. Ya'ni hammasi birdan o'zini haligi imtihonda o'ylab oladi, balolarini deyapti. Ularning aksari, balolarining aksari ular o'sha boshliqlik talab qilgandan keladi. Ya'ni ahli ilmlar, zohidlar boshliqlikka hirsdan balo kelgan sezmay yuribdi u balolanganligini. Olimlari borki ba'zilarida deyapti, unga agar bir xatosini rad qilsang g'azabi keladi. Aytayapmiz, birdan olib sizni haromiga valadiznoga solishni boshlaydi masalan. Bu olim emas-da demak, uni xatosini aytsa g'azabi keladi. Qancha mau'iza qilayotganlar borki, mau'izasidan o'zini ko'z qiladi deyapti. Ya'ni haligi o'zbekcha gapirsa ham arabcha qo'shib o'zicha ayinlarni chiqaraman deb o'zini ko'rsataman deb yotadi. Va qancha zohidlar borki, munofiq zohid deyapti. Zuhdidan nifoq hidi kelib turadi yoki riyo qilib turadi zuhdini deyapti. Mana balolangan mana shu odamlar. Lekin o'zini ibodat qilaman deb yurgan bo'ladi. Bularni jazolarini eng birinchisi, ular xalq bilan mashg'ul qilinib haqdan yuz o'girishliklari. Odamlarning hozirgi ahvolini tadabbur qilsak, mana shu illat ochiladi. Ya'ni balolanganligini alomati ana shu odamlar deyapti. Alloh xalq bilan mashg'ul qilib qo'yadi haqni qoldirib. Qachon qarasa uni gapirgan, buni gapirgan, xalq bilan mashg'ul. Haq nima o'zi deb izlash yo'q unda. Endi maxfiy uqubatlaridan biri bo'lsa, Alloh bilan munojot qilish halovati sug'urib qo'yiladi unda. Ya'ni ana shunaqangi xalq bilan yeyishib talashib yurgan odamlarni toping, aksar odami Alloh bilan bunday kechqurun turib munojot qilish halovatidan mahrum bo'ladi. Bunday tafakkur qilib Allohni munojot qilish, ana shunaqa narsadan mahrum. Mahrumligini alomati shu narsani keyin mana ommani oldida qondirishga harakat qiladi. Ya'ni mana ijtimoiy tarmoqqa chiqib keyin o'zicha Allohga oshiqligini e'lon qilib yotadi. Ana shu mahrumlikning alomati. U topmayapti xilvatda. O'sha Allohga mahbublikni alomatini yoki o'sha hissini topmayapti-da, ana shuni odamlarga keyin e'lon qilib, odamlarning olqishi orqali topmoqchi bo'layotgan bo'ladi. Ana shuni alomati deyapti mana. Va ibodat lazzatini topmaydi. Ana bir mu'min odam yo'qmi ichimizda deyapti. Va yoki mu'mina ayollar, Alloh yerni shular bilan saqlab turadigan odamlar, zohiri botiniga o'xshagan odamlar yo'qmi? Ya'ni nimaga hamma tashqariga chiqib avliyo bo'ladi, o'ziga xosa fosiq bo'ladi. Bal ajla, ya'ni bal bundan-da buyuk bo'lish kerak demoqchi. Va saroiruhum kalaniyatihim.
Ularning siri tashqarisidek bo'lish kerak. Bundan-da shirin bo'lish kerak deyapti. Himmatlari Surayyoda bo'lish kerak, undan-da oliy bo'lish kerak. Surayyo yulduz. Agar ko'rilsa, tanilmaydigan odam bo'lish kerak. Ya'ni oddiy odam bo'lib yurish kerak demoqchi. Ko'rilsa tanilmaydi. Agar ularni bir karomati ko'rib qolinsa ham inkor qilish kerak ular deyapti. Mo'min shunaqa bo'ladi-da, men birdan avliyo bo'lib qolibman deb o'ylamaydi. Bir karomat sodir bo'lib qolsa ham menda unaqa emas deb turadi. Odamlar ulardan g'aflatda bo'ladi. Ular bo'lsa sahrolarni kesib o'tayotgan bo'ladi. Ya'ni oxiratga qarab katta-katta qadam tashlayotgan bo'ladi demoqchi. Odamlar bo'lsa g'ofil yuribdi, bulardan xabari yo'q. Yer qit'alarining hammasi ularni yaxshi ko'radi va samo farishtalari ulardan xursand bo'ladi. Ana shunaqa odam yo'qmi deyapti mana. Yani tashqarida hammaga o'zini avliyo qilib ko'rsatib, o'ziga qo'yib berib, ichkarida fos bo'lib yuradigan odamlardan ko'ra. Nas'alulloh azza va jalla at-tawfiq li ittiba'ihim va an yaj'alna min atba'ihim. Allohdan so'raymiz, shularga ergashishga tavfiq bersin va bizni ham shularga ergashadiganlardan qilsin debdilar. Xo'p, bugun darsni shu yerda to'xtatamiz. Inshaalloh shu tartibda yarim soat 40 daqiqadan har kun darsni olib borishga harakat qilamiz. Keyingi mavzuyimiz 7-faslda himmat oliyligi haqida gapiribdilar. Allohu a'lam.